Boshladik. Ilon tosh tashlaydi. Javob to'g'ri. Ilon yalagan. Javob to'g'ri. Ignadan ip o'tganday, inadan qiziq urganday. Ignadan ip o'tmasa. Igna cho'p. Ha. Igna men ko'zga. Ignaga. Qanaqa? Ha, ignadan ipidan sigachami nima? Ipidan Sigacha. javob to'g'ri. Afsuski vaqt tugadi. Ich qora Ulgurdik. Vaqt tugadi. Davom etamiz. Navbat Nurbek Mamatovga. Nurbek marhamat. Ikkita yo'nalishimiz qoldi. Bular aralash quralash yo'nalishi hamda qanaqa yo'nalish? Qay birini tanlaysiz? Qanaqa yo'nalishi? Vaqt anaqa kalompo nima deydi uni? Yoqmas, mensimas, dangasa. Ha? Yo'q. So'zni turaveradi. Qaysar. Inja. Maza bermasa. Achchiq javob to'g'ri. Mag'rur. Kalompo. Baland dimoq. Baland. Yeb to'ymas. Javob to'g'ri. Dangasa. Javob to'g'ri. Issiq. Javob to'g'ri. Vaqt tugadi. O'qishlar qo'yamiz. Barakalla. Ana endi navbat Avazbek Aziz Oxunovga o'qishlar qo'yamiz. So'nggi yo'nalishimiz qoldi, diqqat qilasiz. Tayyormisiz? Marhamat. Yo'q. O'tin aralash. To'g'ri. Sho'rva. Javob to'g'ri. Pachcha javob to'g'ri. Mikrofon javob to'g'ri. Kenguru. Tuya. Mo'taloq. Javob to'g'ri. Futbol javob to'g'ri. Vaqt tugadi, rahmat. Ofarin, barakalla. Avazbek Aziz Oxunov juda ham chiroyli. Ana endi navbat Tabassum jamoasiga men zo'r hurmat ehtirom bilan Vohidjon Zoitovni taklif qilaman. Marhamat. 4 yo'nalishimiz mavjud. Bular aralash quralash yo'nalishi, qanaqa yo'nalishi, spektakllar yo'nalishi, o'zbek xalq iboralari yo'nalishi. Qay birini tanlaysiz? Aralash quralash yo'nalishini tanladingiz, diqqat qilamiz. Vaqt ketdi. 5 barmoq. 5 barmoq javob to'g'ri. Tashbaqa javob to'g'ri. Piyos. O'rtog'i. Sarimsoq javob to'g'ri. Yomg'ir. Toza havo. Toza havo javob to'g'ri. Lag'mon. O'qituvchi. Vaqtda. Bolalarga aytiladi, bolalarga. Ertak javob to'g'ri. Vaqt tugadi, afsuski vaqt tugadi. Vohidjon Zoitov, barakalla, marhamat, o'z joyingizni egallab olishingiz mumkin. Biz sizga minnatdorchilik bildiramiz, davom etamiz. Navbatdagi ishtirokchimiz Dilmurod Qosimov. Dilmurod, marhamat. Qanaqa spektakllar hamda o'zbek xalq iboralari yo'nalishi qoldi. Qanaqa yo'nalishni tanladingiz, diqqat qilamiz. Vaqt ketdi.
Baxil. Badjahl. Badjahl. Javob to'g'ri. To'g'ri, javob to'g'ri. Xushbo'y, javob to'g'ri. Mag'rur qolibdi. Uchrashuv. Moda. Maqtanchoq. Maqtanchoq, javob to'g'ri. Oshxo'r. Xushtam. Yana Shirin, javob to'g'ri. Bo'l. Maqaloq. Yana? Bo'g'irsoq. Qanaqa? Nima edi? Maqaloq. Dumdumaloq. Yopiq, javob to'g'ri va sizga rahmat. Ofarin, barakalar. Dilmurod Qosimov juda ham chiroyli. Navbat Sayfiddin Fayziyevga marhamat, Sayfiddin. Sayfiddin, diqqat qilasiz, sizga spektakllar hamda o'zbek xalq iboralari yo'nalishi qoldi. Qay birini tanlaysiz? O'zbek xalq iboralari. Tayyormisiz? Ha, tayyorman. Vaqt ketdi. Suv xo'blayman? Nima bilan? Qoshiq bilan? Qoshiq bilan sho'rva ichaman. Suv ichaman. Bir qoshiq suv bilan yuboradi. Javob to'g'ri. Ikkita bor, bitta boshqa ikkita bo'ldi. Javob to'g'ri. Bir boshni ikkita qildi. 5 barmoq. 5 ta qo'ling og'zingga tiqma. 5 ta barmog'ingni og'zingga tiq. Javob to'g'ri. Bir yoqadan bosh chiqardik. Javob to'g'ri. Shoda. 2,5 ust harfi. Bog'dan kelsa ham tog'dan kelmaydi. Javob to'g'ri. Bog'dan kelsa tog'dan keladi. Bu bog'dan kelsa bu tog'dan keladi. Belini maqtab. Berdi bel bog'i bor. Qamishdan bel bog'lab. Javob to'g'ri va sizga rahmat. Ofarin! Ana endi qalsangni qattiq ochasiz. Navbat Muhammad Iso Abdulxayirovga. Spektakllar yo'nalishi qoldi, diqqat qilasiz. Vaqt ketdi. Avvaldan 5 xotin. Yo'q. Oltin devor. Oltin devor, javob to'g'ri. Kelinlar qo'zg'aladi. Super qaynona. Super qaynona, javob to'g'ri. Andishalik kelinchak. Javob to'g'ri. Shumbola. Shumbola, javob to'g'ri. Chimildiq. Yo'q. Super kelin. Yo'q. Qaynona. Kelinlar qo'zg'aladi. Javob to'g'ri. O'zbeklar. Javob to'g'ri va tugadi. Ko'rdik, vaqt tugadi. Muhammad Iso Abdulxayirov, barakalla. Juda ham chiroyli. Ikkinchi shartimiz o'z nihoyasiga yetdi. Ballarni e'lon qilamiz. Ikkinchi shartimizdan so'ng ballar quyidagicha. Kayfiyat jamoasi 80 ball to'pladi. Tabassum jamoasi esa 120 ball to'pladi. Umumiy ballar 103 ga 135. Uchinchi shartimizni boshlaymiz. Uchinchi shartimiz ta'riflash sharti. Qadrli ishtirokchilar, hozirgi shartimiz ta'rif deb nomlanadi. Demak, hozir sizlarga ko'rsatilgan so'zlarni aynan takrorlamasdan, ularni xatti-harakat bilan ko'rsatmasdan, siz demak unga uzoqdan ta'rif berishingiz kerak bo'ladi. Jamoadoshlar, siz esa ana shu ta'rifga qarab, u aynan nima narsa ekanligini topishingiz kerak bo'ladi. Har bir to'g'ri topilgan so'z uchun 5 balldan beriladi. Demak, Tabassum jamoasidan sardor sifatida Muhammad Iso Abdulxayirovni tanlashdi. Bu shartni birinchi bo'lib Tabassum jamoasi boshlab beradi. Marhamat. Demak, Muhammad Iso aka, vaziyat mana bunday. Xatti-harakat taqiqlanadi. Aynan o'sha so'zni aytish taqiqlanadi. Demak, siz ana shu so'z ifodalariga qarab topishingiz kerak bo'ladi. Tushunarlimi? Tayyormisiz? Boshladik. U odam o'sha ishiga oylik oladi, hammani uyiga borib yordam beradi, ekinlarga qaraydi, bog'bon. Javob to'g'ri. Navbat aytsin. Ko'pincha odam qalam bilan she'r yozadi. Qo'y.
haligi yo'q, haligi Adabiyot. Adabiyot javob to'g'ri. ichida qip-qizil yo'q, mayda-mayda kichkina. Anor javob to'g'ri. Uylandi, farzandli bo'ldi. Undan keyin Navara. Javob to'g'ri. Endi bori o'sha yerda qoladi, bori. Bundan bunaqa qilganda bori. Yo'q, bori qoladi, bori. Elakda. Elak javob to'g'ri. Mana shu yerda ko'pchiligi shunaqa. Qiziqchi. Javob to'g'ri. Surxondaryoda ham bor, tog'li joylarda ham ko'p bo'ladi. O'zi chiqadi. Yo'q. Ichadi uni odamlar. O'zi chiqadi. Javob to'g'ri. Vaqt tugadi. Tugadi. Ofarin Muhammad Iso, Abul Xayrov, juda ham chiroyli. Hali endi bu shartni bajarish uchun kayfiyat jamoasidan Avazbek Azizoxonni taklif qilamiz, marhamat. Avazbek tayyormisiz? Ha. Vaqt ketdi, boshladik. Xo'sh, shimmi qirg'og'ini chiqaramiz. Qirra. Yo'q, nima bilan chiqaramiz? Dazmol. Dazmol javob to'g'ri. Davom etamiz. Ana konsertni oldin nima beramiz? E'lon. E'lon javob to'g'ri. Davom etamiz, marhamat. Holiga nima to'shaymiz? Gilam. Javob to'g'ri. Davom etamiz. Nimadan nafas olamiz? Havo. Javob to'g'ri. Daraxtni nimasi bo'ladi tagida? Javob to'g'ri. So'zimizga nima beramiz? Bezak. Izoh. Javob to'g'ri. Davom etamiz. Mashinani yurg'izadigan, aylanadiganni? G'ildirak. G'ildirak javob to'g'ri. Uyimizga nimani ochib kiramiz? Eshik. Eshik javob to'g'ri. Davom etamiz. Ozodbek Nazarbekov qo'shig'i. Lola. Lola javob to'g'ri. Davom etamiz. Qirqish uchun ishlatiladigan. Qaysi javob to'g'ri? Shipir tagiga qo'yiladigan. Taxta. Vaqt tugadi, afsuski. Taxta dedilar, hisobga olamiz. Rahmat. Avazbek Azizoxonni vaqtida qo'yamiz. 3-chi shartimiz ham o'z nihoyasiga yetdi. Ballarni e'lon qilamiz. 3-chi shartimizdan so'ng ballar quyidagicha. Tabassum jamoasi 45 ball to'pladi. Kayfiyat jamoasi esa 60 ball to'pladi. Umumiy ballar 163 ga 175. Ana endi hammasini hal qiluvchi savol hal qiladi. Hal qiluvchi savol. Demak, ayni paytda vaziyat mana bunday. Kayfiyat jamoasiga, tabassum jamoasiga yetib olish uchun 12 ball yetmayapti. Biz 13 ball uchun o'ynaymiz. Agar hozirgi savolning javobini birinchi va to'g'ri aytadigan bo'lsangiz, siz demak g'alaba qilasiz. Qadrli tabassum jamoasi, bugun siz bizga tabassum ulashyapsiz. Kayfiyatimiz haqiqatdan ham ko'tarilyapti. Lekin hozir vaziyat biroz qaltis. Agar hozirgi o'rtaga tashlanadigan hal qiluvchi savolni birinchi bo'lib raqiblar topadigan bo'lsa, bizning g'alabamiz demakki o'z-o'zidan yo'q oladi. Harakat qiling, bor diqqat e'tiboringizni bir joyga to'plang. Har ikki jamoaga murojaat qilmoqchiman. Savol juda ham oson, e'tibor bering. Har ehtimol qarshi o'ng qo'lingizni ko'tarishga tayyor turing. Savolni eshiting. Mashhur komik aktyor Charlie Chaplinning aytishicha, tishlarni salomat saqlashning 3 ta oldin qoidasi bor. Birinchisi, tishni bir kunda 2 marta yuvish. Ikkinchisi, 1 yilda 2 marta tish shifokoriga borish. Uchinchi qoida esa burun bilan bog'liq ekan. Charlie Chaplin 3-qoida sifatida nimani nazarda tutgan? Vaqt ketdi. Demak, tabassum jamoasi birinchi bo'lib qo'l ko'tardi. Bu hozir mana Dilmurod do'stimiz aytdilar, endi tish baribir nimaga yaqin? Ko'z burunga yaqin. Endi ko'z bilan ko'riladi, burun bilan nafas olinadi. Endi tishga tish yaxshi parvarishlanish uchun, tish yaxshi o'sish uchun o'zi ko'pincha haligi yosh bolalarga ko'pincha aytiladi, og'zingni yopib burningdan nafas olgin deyishadi, to'g'rimi? O'shaning uchun og'iz ochiq bolalarning ko'pincha tishi ham xunuk o'sib ketib qoladi. O'shani o'ylashimiz bo'yicha balki endi aniq bilmaymiz, taxminan o'zimizcha shunaqa javob beradiki. Demak, 3-qoida burun bilan nafas olish. Burun bilan nafas olish. Javobingizni qabul qildim. Ana endi men kayfiyat jamoasiga yuzlanaman, hali sizda vaqt bor. O'ylang. Demak, kayfiyat jamoasi javob berishga tayyor. Kim mas'uliyatni bo'yniga oladi? Kim? Burunni tagida mo'ylov bo'lish kerak demoqchi. Sizni javobingizni qabul qildik. Ana endi to'g'ri javobni eshiting. Mashhur komik aktyor Charlie Chaplinning aytishicha, tishlarni salomat saqlashning 3 ta oltin qoidasi bor ekan. Birinchisi, tishni bir kunda 2 marta yuvish. Ikkinchisi, 1 yilda 2 marotaba tish shifokoriga borish. Uchinchi qoida esa birovlarning ishiga burun tiqmaslik. Axir bu Charlie Chaplin. Uni fikricha, demak, birovning ishiga agar burun tiqadigan bo'lsangiz, to'satdan mush yeb qolishingiz mumkin va tishingiz tushib ketishi mumkin. 3-oltin qoida shu edi. Afsus topolmadi. Demak, tabassum jamoasi g'olib.